Yomg'ir ham bir Allohning ne'matida. Nima deydilar? Hozirgi kelgan xonadonimizda juda ham fayzli xonadon ekan. Egalariga srochniy pul kerak bo'lgani uchun yer narxida berib yuboraman deb aytyaptilar. Bemalol 2-3 ta kottej qurishsa ham bo'ladi deb aytdilar. Uyimizning bu yoq qismida remontni o'rta holatdagi 2 ta xonasi joylashgan. Hozir biz bu tomondagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan chap tomonda uzungina koridorimiz joylashgan. Bu tomonda kladovka, yuvinish xona hamda kotelniy xonalari joylashgan. Yo'lakdan kirib kelishimiz bilan o'ng tomonimizda o'zini oshxonasi joylashgan, mebel texnikalari o'rnatib qo'yilgan, oilaviy shu yerda choy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu tomonda bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi bo'ladi. Xonalari ham kattagina va yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yana bitta kengina yotoqxonamiz bo'ladi. Bu binoyimizdagi oxirgi xonasi mehmonxona. Bu uyimizning mehmonxonasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli qilib ta'mirlardan chiqazib qo'yilgan. Uyimizning umumiy maydoni 6 sotik, xonalarning soni 5 ta. Xonadonimiz Qibray tumani Kirpichniyda joylashgan. Narxini o'zlari telefon qilishsa kelishamiz deb aytdilar. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Egalarning nomerini pastda yozib qoldiramiz. Uyimizning lokatsiyasi Telegram kanalimizda.